Dunyo ko'zga kulganda go'zal, sog'lom bo'lib yurganda go'zal, hayot lazzatin ko'rmoq istasang, yurak urib turganda go'zal. Ketaveringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar sizlar ham balkondagilar? Qalay, tutunlar yaxshi chiqyaptimi? Biz tutatayotganimiz yo'q, sizlarga isiriq solyapmiz. Sizlarga ko'z tegmasin deb isiriq solyapmiz. Tushaylik endi pastga. Bekorga tepaga chiqqanim yo'q, chunki kecha bir muxlis menga qo'ng'iroq qildi. "Valaka, sizni konsertingizga chipta oldim, balkondan oldim. Ko'rinarmiki siz?" dedi. Ko'rinay deb tepaga chiqdim-da. Tushiring. Tagimda odam bor ekan. Bu odam ekan. Men buni odam emas deb 3 kundan beri minib yuribman, ha. Umringlar uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr, qadaminglarga gul bitsin. Kelganinglarga rahmat. G'amlik ko'rmanglar, kamlik ko'rmanglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum sekin kirganlar va tekin kirganlar. Bugun mendan jinnidan xafa bo'lish yo'q. Bugun maza qilib kulishamiz, yaxshi niyatda diydorlashamiz. Shu diydorlashgani keldik, Xudo xolasa. Diydorimizga ko'z tegmasin. Meni derlar Vali qiziq. Ajoyib so'z ustasi. Asli o'zi mana shu xalqimiz qiziq. Men shulardan bittasi. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Bugun oddiy tomosha emas, bizning xonadonimizda bo'layotgan tomosha kulganda go'zal deb ataladi. Dunyoga kulib qarasangiz hamma narsa go'zal bo'ladi. Mana shu hovlini mana ko'z-teks ajoyib qilib qurib berdi, qarang. Lekin rahmat, chiroyli qurib qo'yishdi mana. Bu yoqda mana katta televizorimiz bor, bu yoqda oshxona, tandir. O'tirishdan charchasanglar. Amon bo'linglar, hazil qilamiz, zilidon o'zashlasin. Men uyimda o'zi aslida 3 ta 5 6 10 15 ta odamni mehmon qilib kutib olgandim. Mana bugun bu yerda Istiqlol san'at saroyini bag'rida 4000 dan oshiq mehmonlarni kutib olyapmiz. Xush kelibsizlar. Qadaminglarga Hasan akani oti qazi qarta bo'lib ketsin iloyim. Mehmondorchilik yaxshida. Mehmon bo'lsangiz bir boshqacha. Biz o'zbek xalqi mehmondorchilikni qoyillashtirib yoradi. Mehmon kelsa atrofida girdi kapalak bo'lib qoladi. Mehmon nima kerak? Mehmon nima yeysiz, nima ichasiz? O'zida bo'lmasa qo'shnidan olib chiqib bo'lsa ham jo'natadi chiroyli qilib. Bir mehmon kelgan ekan, haligi mezbon sal ziqnaroq ekan. Lekin biz ziqnamasmiz, dilimizdagi borini bugun dasturxonga sochamiz. Mezbon ziqnaroq ekan, mehmonga qarab "Mehmon oling" debdi. Oling, ichida aytib turibdi, qo'lingizni oling. Ha, ochopat, ha. Olishini qara buni. Mehmon choydan iching. Mana shakardan necha qoshiq solay. So'rab berguncha urib ber deydi o'zbek xalqi. Necha qoshiq solay desa, mehmon ham o'ziga o'xshagan. Endi og'ayni, men uyimda 1 qoshiq, 2 qoshiq solaman. Mehmonga borsam 5-6 qoshiq solaman-da. Desa mezbon ham aytgan ekan, mehmon, bemalol o'zingiz uyingizda o'tiravering" dermish. Ziqnalikdan o'zi asrasin. Bir ziqna odam suvga oqibdi. Oqish kerak ekan-da endi. Oqibdi. Zo'rg'a qutqarishib olishibdi. Chalajon
Endi o'laman deb turganmish. Qon kerak, doktorlar qon kerak desa, ziqna ko'zini ochib, agar kim menga qon bersa, 1 million beraman. Hech kim qoni to'g'ri kelmabdi dedi ziqnaga. Hech kimniki to'g'ri kelmaydi. Bitta odam bor, shuni olib kelinglar, shuni olib kelishdi. O'laman deb turibdi, qon ber, 1 million berar ekansa, yo'q, oldin 100 ming bersin debdi. O'lyapti, qarab beradi. Biz kapil 50 ming bersin hech bo'lmasa. Bersin. Beradi, men kapilman. 10 ming bersin hech bo'lmasa. Sen qoningni bergin, qo'shib olaylik, keyin o'ziga kelsin beradi. Meni qonim qo'shilgandan keyin bir tigim bermaydigan bo'lib qoladi. Ziqnalikdan o'zi asrasin. Bizi o'zbek xalqi ziqna emas. Bag'rini ochib mehmonni kutib oladi. Biz qayerga borsak, chiroyli kutib olishadi. Yaqinda bir joyga safarga bordim. Akamiz keldilar yonimga. Valijon dedi, uyga bormasangiz bo'lmaydi. Nimaga bormasam bo'lmaydi? Borasiz, sizni dadam yaxshi ko'radi. Mehmon qilamiz. Borasiz. Xo'p, yaxshi ko'rar ekan. Otaxonning yoniga kelib o'tirdim. Otaxon, eshitishimga qaraganda siz meni yaxshi ko'rar ekansiz. Otaxon ham menga bundan uzoqdan qarab, o'g'lim sal yaqinroq o'tir, yaxshi ko'rmayapman dedi. Yoniga o'tirdim. Ha, men Valijonman, qiziqchi bolasam. Shunaqami? Ha, yaxshi deb o'g'liga qarab, o'g'lim birinchi qo'ydi so'y dedi. Xursand bo'ldim, menga qo'y so'yilyapti. So'yishdi. O'zi 5 daqiqaga kirgan edim. Endi qo'yni hurmati ham bor. Ha, latifalar aytishni boshladim. Yarim soatdan keyin yana otaxon o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, ikkinchi qo'ydi so'y" dedi. Xursand bo'lib ketdim. Umrimda menga 2 ta qo'y so'yilmagan. Shukur akaga bir marta ho'kiz so'yilgan ekan. O'zi so'yishmoqchi emas ekan. Shukur aka eshigidan kirib kelganda ho'kiz Shukur akani g'ovdasini ko'rib, yuragini shunday ushab infarkt bo'lib qopti-da. Shukur akani oyog'ini tagiga shunday yig'ilgan ekan. Harom ketmasin, shuni tortib olishgan ekan. Men xursandman, menga 2 ta qo'y so'yilyapti. Yana sal o'tgandan keyin otaxon kayf bo'lib qoldi shekilli, o'g'lini chaqirib, "O'g'lim" dedi. 3-chi qo'yni ham so'y tezroq dedi. Jahlim chiqdi. Endi otaxon oshirib yubordingiz. Men dedim, taniqli san'atkor bo'lsam, qo'yda nima gunohi ota? Qo'y seschi ota o'g'lidan pichoqni ber dedim. So'ymaysan desam, o'g'li ham, "Yop, keling so'yaman" dedi. Otaxonam, aralashmang. Mehmonmisiz, mehmonligingizda turing. So'yamiz dedikmi, so'yamiz. Jahlim chiqdi. Otaxon dedim, "Qanaqa odamsizlar, nuqul qo'y so'yarasizlar?" Biz qassobmiz, bir kunda 5 ta qo'y so'yib bozorga tarqatishimiz kerak. Aralashmang dedi. Men 5 daqiqaga kirgan odam 2 soat vaqtim ketib ketdi. Mehmondorchilikni qoyillashtiradi bilan. Mana biz ham Xudo xolasa bugun sizlarni yaxshi niyatda mehmon qilish uchun chiroyli dasturxonlar yozib turibmiz. Dasturxonimizga ko'z tegmasin. Hamisha hamma vaqt bo'linglar, xushvaqt bo'linglar. Telefonlarni Xudo xolasa boshidan aytib qo'ymoqchiman, o'chirib qo'yinglar. Chunki bir Konfutsiyning bir gapi bor. Qo'shiq eshitayotganda odam rohatlanadi. Konfutsiyning gapi shuki, kim kitob o'qisa, irodasi mustahkamlanar ekan. Agar qo'shiq eshitsa, uni xulq atvori toblanar ekan. Telefon xalaqit berar ekan. Qo'shiq eshitgan odam shu qo'shiqqa qarab harakat qiladi. Rep qo'shiqlarni eshitgan odam keyin ham shuna qilib yuraveradi. Shuncha paytdan beri men ham gapiryapman desam, qo'shiq aytayotgan ekanman. Shu repchilar chiqqandan keyin bilib qoldim. Hozirgi qo'shiqchilar bir joyda turib qo'shiq aytmaydi, yugurib aytadi, qo'shiq aytmaydi, faqat yugurib aytadi. Sababini men topdim. Sababi oldingi qo'shiqchilar bir joyda turib qo'shiq aytganining sababi oldin xalq baklashkalar otmagan. Hozirgi qo'shiqchilarimiz nafsak usulichi. Aylanveradiganlar bor shunday. Yana bitta sabab, oldin baklashka bo'lmagan. Bo'lsa ham otishmas edi. Endi qo'shiqchilarimizga ko'z tegmasin. Bitta qarsak so'rayman, repchilar uchun alohida qarsak so'rayman. Sababi bor. Oramizda bormi ular? Yo'q-a? Qushday chalishdi qarang. Odam qushday chalib bulbulga o'xshab sayrasa g'uborlari tarqaladi. Men shoshmang. Shoshmang, mendan keyin mahoratingizni sinaysiz. Bulbulga o'xshab bir sayrab olaydi, chunki sizlarga kelganinglarga xursand bo'ldim. Ancha dilimda g'am, anduhlar yig'ilib qolganda yoziladi. Bulbulga o'xshab sayrasa bir sayraymiz. Mendan keyin mahoratlaringizni sinaysizlar. Qani ko'ramiz yigitlar.
demaydi. Bu tomondan borma. Hadi. Oh, 2 ta. 3 ta. 4 ta. Ana, men yolg'iz emasman. Xotinlarim ham shu yerda. Chunki bulbulni oldin erkagi sayrar ekanda. Roziman. Bu yigit qushtiy bilan gaplashsa bo'ladi. Otingiz nima? Namuncha go'zalsiz. Onam shunday qilib tuqqan bo'lsa qanday qilay derdi. Qarang, xalq bilan gaplashsa bo'lar ekan. Qani? Boshqacha tilda gaplashaychi. Sen nito gapirdingiz, og'ayni. Gaplashsa bo'lar ekan. Uni hech kim qila olmaydi, hozir ko'ramiz. Qarsa, ana! Rahmat, bitta eshakka shuncha qarsa yetadi. Ya, bunga she'riy chiqmaydi. Yo, qoyilman, zo'r bulbulga o'xshasa, nima deyatdim o'zi? Ha, Konfutsiyning gapini, men repchilarga nima uchun rahmat aytmoqchiman? Chunki repchilar yerga qarab qo'shiq aytadi. "Voh, qizil gilam, go'zaldir olam. Valijonning tuflisining uchi qop-qora. Unga qara, o'rtasi sariq. Gilam o'rtasi ariq." To'qib ketaveradi shu repda. Voh, repchilarning avji bor. Voydo! Repchilar. Men repchilarga nima uchun rahmat aytmoqchiman? Yerga qarab qo'shiq aytganning sababi ular qilayotgan ishidan xalqdan uyalib yerga qarab qo'shiq aytishadi. Shuning uchun rahmat. O'zi bilasizlarmi, qo'shiqni o'ziga yarasha ta'siri bor. Kimning xulqi qanaqa bo'lsa shunga qarab qo'shiq aytsa kerak. Shunaqa o'yladim Konfutsiyning gapidan keyin. Qarang. Mana misol uchun xulqi qanaqa bo'lsa shunaqa qo'shiq aytadiganlarni sekin sizlar bilan birgalikda topsak. Misol uchun yaxshi taniysizlar, Alisher Fayz. Yaxshi ko'ramiz, ha? Ancha kulib turadilar. Shu Alisher Fayz bilasizlarmi? Sal qo'rqoqroq bola. Shuning uchun qo'shiqlarni ham qo'rqib aytadi. Shaxsan men yoshligimda qordan qo'rqmaganman. Qorni maza qilib dumalardim. O'zim qorbo'ron o'ynardim, qo'lim muzlab qolsa ham. Qor bobolari yasardim o'zim dumalatib. Alisher Fayz shamollab qolishdan qo'rqadi u. Shuning uchun o'zi qorbobo yasamaganda tog'asidan iltimos qilgan. Qo'shig'ida aytdi-yu. Hovlimizga qorlar yog'di paga. Qorbobolar yasab bering menga tog'a. Endi faraz qiling, katta odam hamma ishini yig'ishtirib qo'yib qorbobo yasayapti-da. Hamma xotini bu yoqda, "Voy o'lay. Shu yoshga yetib ana endi jinni bo'pti." Xotin nimaga qarab turibsan? "Voy nima, ket jiyanlarni xursand qilamiz. Sen kallasini dumalat. Kel yasaymiz. Yas, allalarini qo'yib, chelagingni olib kel." Keyinlarimiz ham kirishib ketib, qorbobolar yasab, yeriga qarab, "Voy dadasi, voy qanaqa odamsiz, qanaqa odamsiz. Voy sabzini burniga tiqadi." Qo'lini qordan qilsa ham bo'ladi. Nimaga bo'lmasa sen menga 2 ta sabzi berding? Bittasini yersiz deb berdim. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yib qorbobo yasasa, haqiqat Alisher Fayz qo'rqoqroq.
Katta bo'lsam menga qizlar qolmay qoladi deb yoshligidan qizlarni qulog'ini tishlab yurgan u. Men qulog'in tishlagan qizning holi voy bo'ldi. Voy bo'ladi-da. Endi hamma qizlar qo'rqoq demasin deb oxirida sal katta bo'lgandan keyin o'zini bir ko'rsatib qo'ydi. Men qo'rqoq yigit emasman. Men sizlarga xohlasanglar telekranitel bo'laman, bakavlilar bo'laman deb bakavling bo'layin, yasavling bo'layin, lekin baribir o'sha qo'shig'ida ham aytdi qo'rqoqligini. Yuragimda meni bir dardim bor ey, dardim bor. O'sha dard qo'rqoqlik dardi. Shu Alisher Fayzni sponsori ayol kishi bo'lsa kerak. Chunki qo'shig'ida aytdi-yu, meni sevgan go'zaldan qarzim bor ey, qarzim bor. Birorta ayol kishi tikkanda unga aylantirib qaytarib bera olmagan, ha? Meni sevgan go'zaldan arzim bor dedi. Qaysi qo'rqmas yigit qizdan arz qiladi? Kimga arz qilasiz? Onasiga borib arz qilasizmi? Qosh ko'z suzib nazlanar, qachon menga rozlanardi yoki ichki ishlarga borib ariza yozib bersangiz, men turdim Alisher, shu qiz menga nozlandi. Iltimos, ma'muriy chora ko'ringlar. Qizni chaqirib olgan qiz bechora. Singlim. Qo'rqmang. Nimaga mahallada Alisherga nozlandingiz? Ancha-munchasiga qaramaydigan yigit. Nima qilmang? Men nima qilganim o'zi shunaqaman men. Nozlanmagan prosta. Rosta Alisher Fayz qo'rqoq. Menimcha shu Alisher Fayz qizlarni yaxshi ko'rsa kerak, san'atdan ko'ra. San'atdan ko'ra qizlarni yaxshi ko'rsa kerak. Birortasi kelib san'atni tanlaysanmi yoki qizlar tanlaysanmi? Qizlar tanlayman deydi. Chunki qizlar ilhom beradi, yana san'at turi bor san'atda. Chunki bir qo'shig'ida aytdi-yu, "Do'mbiranimi?" deydi. Alisher Fayz, "Yo'q, do'mbirachini" dedi. Olib ketaman. Oxirida keyin mayli kerak ekan, do'mbirani ham dedi. Lekin uylangandan keyin ham qo'rqoqligi qomatda. Uylangandan keyin ham qo'rqyapti. Xotiniga qara, uyg'onib ketib. Yorim meni aylabon xarib. Ko'ylak kiyib o'tdi jimjima. Uyga borib keldi o'zgarib, yomon qo'rqdim. Qo'rqondan ko'ra xotinlik o'tirg'izib qo'yib gapirib unga. Lekin yana bir hofizimiz bor, umrlari uzoq bo'lsin, G'ulomjon Yoqubov. U vafshe qo'rqmas hofiz. Qo'rqmas hofiz shu yoshda ham yoshlar bilan, yosh qizlar bilan duet aytib boraveradi. Alisher Fayz bitta ko'ylak kiyganiga qo'rqqan bo'lsa, umuman qo'rqmaydi. Mana ko'ylak kiyib o'tdi jimjima, yomon qo'rqdim asa. G'ulomjon Yoqubov aytdi-yu, "Jonim kiyma shu ko'ylagingni, kerak emas", qo'rqmaydi-ku. Lekin san'atkorlarimiz ichida yana bitta zo'r san'atkor bor. Avaz olaymi, bilasizlarmi? Qilgan ishini hech kimga bildirmaydi. Indamajim. Bir kunda 6-7 birov bor Toshkentda. Bildirmasdan ish qilib yuraveradi. San'atkorlarimizga ko'z tegmas. Men bekorga san'atkorlarimiz to'g'risida gapirayotganim yo'q. Chunki sizlarni ko'nglinglarni ko'tarib, yaxshi kunlarda xizmat qiladigan aziz san'atkorlarimizga bitta olqishinglarni ayamaysizlar. Bor bo'lsin. Chunki ular mana shu oralaringizda ham o'tiribdi. Umringlar uzoq bo'lsin, san'atkorlarimizga ko'z tegmasin. Men ham shu qo'shiqchilarimizga qarab qo'shiq aytishga havas qiladigan bo'lib qoldim. Ayniqsa Satraseniya bo'lgandan keyin. Otdan yiqilib Satraseniya bo'ldim. Otdan yiqilib qattiq boshim bilan yumshoq betonga tushdim. Keyin belimga tushdim, keyin banisaga tushdim. Satraseniya bo'lsangiz mazza ekan. Oranglarda Satraseniya bo'lganlar bormi? Bormi? Mazza ekan, Satraseniya bo'lsangiz, hamma yo'q jim bo'lib qolar ekan, yuraverar ekansiz. Hech narsani sezmay yuraverar ekansiz. Hayot yana ham go'zal bo'lib qolar ekan. Mazza qilib yurar ekansiz. Hech narsa esingizda bo'lmas ekan. Meni ham hech narsa esimda yo'q. Agar Satraseniyaning bunaqa sharofati borligini bilganimda, ko'pchilikdan qarz olib qo'ygan bo'lardim. Qatdadir ko'rganda emas, siz turaverasiz-da. Ertalab uyg'ondim Banisada. O'zimni kimligimni bilmayapman. Doktorlar gapirib yuribdi bir-biriga. Artist ekan, artist. Dedim, artist ekanman dedim. To'shni artist ekanman. Endi o'ylanyapman, qaysi artist kimman deb o'ylayapman-da.
qaysi artist kimman dedim. Menimcha dedim, men dedim, Sevinch Mo'minova bo'lsam kerak. Jussam ham kichkina o'xshaymiz. Sahnadan u yoqdan bu yoqqa yugurayotganimda yiqilib tushgan bo'lsam kerak deb rosa qo'shig'ini aytdim. Olib ket, meni olib ket, sen yo'q joylardan olib ket. Keyin bilsam sudirgi bo'layotgan ekanman. Hech kim olib ketmadi. Keyin qarasam ko'zimga hamma narsa likkilab ko'rinyapti bunaqasiga. Likkilab ko'rinyapti. Ah dedim, hamma narsa likkilab ko'rinyapti ko'zimga. Demak, men Dilfuza Ismoilovaman dedim. Men o'tirib qo'shiq aytadi. Bir ikkitasi aytdi, siz otdan yiqilgansiz, otdan deydi. Oh dedim, otdan yiqilgan bo'lsam men to'chna Hosila Rahimovaman dedim. Bos qamchi bosganimda ketib qolganman. Uyalmas ekanman. 6 kundan keyin bildim kimligimni. Men Ozodbek Nazarbekov ekanman. Chunki bir oppoq hamshira qiz kirib keldi. Haligi qizni oyog'iga shunaqa yopishgan keldi. Oyog'ini quchoqlab yig'lagim keldi. Haligi qiz jinnimisiz dedi. Yo'q, men Ozodbekman desam, bekor aytdingiz, siz kasalsiz, o'giriling deb bitta ukol qildi. Yana dedim. Aniq Ozodbek ekansiz dedi. Aniq, endi bemalol borib xalq xizmatini qiling. Endi dedi kasallikdan ozod bo'ling. Haqiqatan kasallikdan ozod bo'ldik. Mana Xudoga shukr, hozirgi kunda mana Ozodbek og'aynimiz ham chiroyli konsertlarga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Mana bizdan keyin boshlaydilar. To'g'risini Ozodbekdan oldin o'zi konsert qo'ying. Yurak borini qo'yaman. Mana boshladik, Xudoga shukr, tomoshabinlar keldi. Ozodbekning afishasini ko'rib havas qilib men turishlarini qarang shuna. Qo'li uzunda. Uzatgan joyiga yetadi. San'atkorlarimiz qo'li uzun bo'laversin, qilayotgan ishidan uyalmasin, tili uzun bo'laversin, umri uzoq bo'lsin. Shu Ozodbekning konsertiga ko'pchilik boshqacha tayyorgarlik ko'radi. Ayniqsa onalar, voy. Onalar 3-4 kun oldin boshlaydi. Hayt ro'mollar sotib oladi, oppoq ro'mollar, ha? Dugonalarini chaqiradi. Voy tezroq bo'ling, Ozodbekning konserti boshlanyapti. Oppoq ro'molingizni oldingizmi? Oling, oldida o'tiramiz, televizorga tushasiz, yuring. Ayna ro'molchangizni ham oling, ro'molchangizni. Voy nimaga ro'molcham? Olaman, yig'laymiz konsertida, yuring. Ona haqida qo'shiq aytganda yig'laymiz, yuring. Voy siz ham yig'laysizmi? Ha, men ham oldin yig'lamasdim, shu Ozodbekning konsertiga borib, voy yig'lashni o'rgandim. Voy birinchi yil konsertiga kirganimda deng, voy qo'shiq boshlandi, qarasam hamma yig'layapti-da. Men chidab sabr qilib turdim, lekin avjiga chiqqanda o'zim usholmadim. O'pkam to'lib ketdi. Voy ikkinchi yil konsertida deng, voy qo'shiq boshlanganda men ham yig'lab yordim. Shunaqa bo'ldi. Voy uchinchi konsertida ona haqida qo'shiq aytar ekan deb e'lon qilganda o'pkam to'lib ketsa bo'ladimi? Voy 4-yil konsertida bilet qo'limga olganimda yig'ladim. Endi oshirvardingiz opajon, qanaqa qilib bilet qo'lingizga olganingizda yig'laysiz? Voy 4-yil qo'ldan oldimda, qimmatga oldimda. Qadri qimmati ko'tarilaversin san'atkorlarimiz. Umrlari uzoq bo'lsin, telefonlar qilinaversin san'atkorlarimizga, falon joyga kelib keting, piston joyga kelib keting. Hozir oson bo'ldi. Telefonning o'zida ham shundoq san'atkorni chaqirib qo'ya qoladi. Hammada telefon bor. O'zi bilan o'zi gaplashib yuraveradi. Qulog'iga haligi tiqib qo'yadigan naushniklar paydo bo'lgan. Shularni tomosha qilsangiz, mazza qilib tomosha qilasiz. O'zi bilan o'zi gaplashib ketaveradi. Men yoshligimda dadamdan so'raganman. Dada, akam meni jinni dedi. Jinnilar qanaqa bo'ladi? Desam, dadam tushuntirgan. O'g'lim, jinnilar shunaqa bo'ladiki, ko'chaga qarasang, o'zi bilan o'zi gaplashib yuraveradi degan. O'zi bilan o'zi gaplashib ketaveradi. Hozir ko'chaga chiqib shunaqa qarasangiz, rosa tomosha qilasiz shularni. O'zi bilan o'zi gaplashib ketaveradi. Keyin yana men bir narsani eshitdim shu telefon masalasida. Kelinlarni sepiga ham telefon qo'shib berilyapti ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa to'g'ri deysizlar. To'g'rimi shu? Yo'q-a? Uchrashuvda berib qo'yishyapti. Hammani qo'lida telefon. To'ydan keyin sirrazi kelinlar telefon, svotka beradi uyiga, svotka. Alo, Oyjon menga g'alati qaradilar. Bu yoqda ham o'rgatadim. Siringni berma. O'zingni jinniga solib yuraver. Topma. Eringga ko'p tirjayma. Ichingdagini topsin.
voy oyijon unaqa bo'ldi, bir hafta 2 hafta. Voy oyijon bunaqa bo'ldi. Voy oyijon unaqa bo'ldi. Voy uyimizga mehmon keldi, bunaqa bo'ldi. Oyijon unaqa bo'ldi 2 oy. Voy oyijon erim qo'yvardi. U yoqdan signal tut 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 tut. Xudo asrasin telefonni yomonligidan. Voy shu telefonding ayollar uchun chiqarilganga o'xshaydi. Ayollarda yelkalari bo'sh bo'ladi-yu, shu telefonni quloqiga shunday qo'yadi, yelkani mana shunday qo'yib ishlayveradi. Luboy chiqib ketaveradi. Shunaqa. Sirban ketaveradi shunaqa. Ovqatlarni qo'yib. Voy ijon, voy ovqatim qorayib ketyapti. Voy yog' solishim kerakmidi? Voy supursam changiyapti, suv sepaymi? Bu yoqda qaynana bechora. Voy bechora. Voy o'g'lim-a. Voy bukriga uylanibdi-ya. Voy bukriya. Ya mayli ayollar to'g'risida gapirmay, erkaklar ham hozirgi kunda telefonga yopishib qolgan. Qo'lida telefon, uyga kelsa, xotin bechora bu yoqda kelib bir shirin so'z aytarmikin deb bechora ertalabdan kechgacha kutadi. Ko'zlari to'rt bo'lib, lekin er shundoq qo'lida telefon bilan kiratdan, "Ag'am, ovqat tayyormi? Choy tayyormi? Olib kel, olib kel, olib kel. Olib kel. Alo, 2 million yo'q o'tkazinglar, 4 million bu yoqqa. Nima deysan? Yemay qara, qanaqa paypoq. Hozir pul yo'q. Tushundingmi? Alo, xotin bechora bu yoqda. Orzu havasini qarayapti ekan. 1 soat bo'lsa 1 soat turaveradi shuna. Er ovqatlarni yeb bo'lib hammasini hali ham qo'lida telefon. Ovqat yegan odamni ko'rmaganmisan? Yo'q, ko'rganman. Nima unaqa qilib qarayapsan? Orzu qilyapman, orzu. Nimani orzu qilyapsan? Qani endi telefonga aylanib qolsam. Jinimisan? Lekin yaxshi bo'lardi. Jahlimni chiqarsak otib borishga osonroq bo'ladi. Siz hazillaringiz qursin. Shu telefondan bo'shamaysiz. Men ham sizga ne orzu niyatlarda tekkan edim. Faqat telefon bilan gaplashasiz xolos. Qani endi telefon bo'lib qolsa men bilan ham gaplasharmidingiz deb gapiryapman. Voy kesin shirin gaplar bilan gaplashib o'tiramiz deb o'ylardim. Voy ertalabdan kechgacha sizni kutaman. She'rlar yodlab kutaman men sizni. Siz telefonda gaplashasiz. Bo'ldi, toqatim to'q bo'ldi. O'sha telefon sizga xotinlik qilsin endi. Ketaman, o'sha telefonsiz ovqatlaringizni qilib bersin. O'sha telefon sizga kiyimlaringizni kiyib bersin. Kiyimlaringizni dazmollab bersin. Nat bo'ladi. Bildingizmi? Men hazillashayotganim yo'q. Shu telefon sizga xotin. Bildingiz? Voy, sen yo'q. Bitta gapiraman, shu telefon sizga xotin. Xohlagan paytingiz almashtiraverasiz. Xotin, agar shu kennayimizni gapiga quloq soladigan bo'lsak, faraz qilinglar, telefon xotinga aylanib qolsa, telefon so'zi xotin so'ziga aylanib qolib, hamma o'zini telefoniga xotin deb murojaat qilsa, dahshat bo'ladi lekin. Ha? Og'aynilar bir-biriga qarab, yangi xotin olsanmi? Ha? Qaniki? Men qara. Xotiningni bir kunga berib tur. Ko'p ishlatma, batareykasi o'tirib qoladi. Eshitdingmi? Ana do'konga yangi xotinlar kelganmi? Zo'r ekan, bir marta zaryad qilib qo'ysang 2 kun ishlayverar ekan. Hazil qilib gapiramiz, zilidan o'zi asrasin. Xotinlarni o'z o'rni bor. Ostonada qolib kutib kuzatadigan ayollarimizga ko'z tegmasin. Chunki ular bizni yaxshi niyatda kutib kuzatadilar. 20 kun sovuq joylarda yurdimda qaytib keldim O'zbekistonimizga. Keyin Qoraqalpog'istonga issiq yurtga jo'natishdi. Xuddi shundoq xaladeyniyni ichidan chiqarib, tandirni ichiga tiqib yuborgandek bo'ldi. Rahmat singlim. Birinchi gul. Ketyapsam ayolim ko'zlarida yosh bilan kuzatib qoldilar. Bu satrlarni nafaqat o'zim nomimdan, balkim jamiki o'zbek erkaklari nomidan ostonada qolib kuzatadigan
shirin hayollariga, go'zal ayollarga aytmoqchiman. Ko'zlaringdan behuda yosh oqmasin, bilagingga hech kim zar tosh taqmasin. Men suygan qosh o'zgalarga yoqmasin, ostonada qolgan go'zal kut meni. Har tong suv sep ko'chamizga kelaman. Ayriliqdan men ham bag'rim tilaman. Mendan ortiq sevishingni bilaman. Ostonada qolgan go'zal kut meni. Alla aytib uxlatar u qizimni, o'g'lonimni, mendan qolar izimni. Safarlarga kuzatadi o'zimni, ostonada qolgan go'zal kut meni. Men hayotdan ta'lim olyapman. Ko'pni ko'rib o'ylab qolyapman. Oilam tomon shoshib boryapman. Demak, baxt tinch oilada do'stim, men ham baxtli oilada o'sdim. Iloyim respublikamizning baxtli oilalariga hech qachon ko'z tegmasin.